посмотрите дальше. Qulog'ingga qo'yag'i narigi xonagacha eshitilyapti, sal pasaytir. Uzr dedi. O'g'lim buni qulog'imi tagida poqqilladi. Bu issiqda rosa yoqyapti-da. Asabimga o'ynab, paqqillab, chappillab chaynayapsan, asabimga o'ynama. Uzr dedi, uzr. Oyog'ingni ko'tara olmay qoldingmi? Asabimga o'ynama, jit qilib. Nariyoqqa qara yonboshla, asabimga o'ynamasdan. Mana shu eski xaladayliga dirilla urib jonga tegdi-da. Valnadan bitta yangisini olaman shekilli. Porosati yo'q, traktorga ham signalizatsiya qo'yammi? Yuzini Amerikan massasida urib kelaman barsaga o'sha. Porosatni ishlatib, mana uni taqraydi endi titillatmasdan. Asabimga o'ynaysan. Men chidolmayman. Dada. Qaynatangiz benzapila yutib yuborgan. Mana uni qara. To'g'risida mana o'sha aralaymiz ketdi. Torting. Kelib qolinglar, mana bolajonlar uchun sharlay shir beramiz. Pochini nima qilding? Pochcha zo'r qurayotgan ekan. Vulkanizatsiyada ishlasachi, zo'r pul topadi. Yo'q, adasi. Xudo xola ba'mi solib poyiz ekan. Bu xonadonda yashab bo'lamiz. Opa, qanday chidayapsiz? O'rganib ketgan. Yaqinda Ginslar kitobiga kiritilasizlar. Yana boshlandi. Traktor tiril. Opam ham yo'q bo'pti. Opa, senga men maslahat beraman. Tezroq Xonsaroydan uy olib chiqib ketdik. Mana xurrachilar dastidan do'lni qullatasizlar. Xonsaroyda uylari pishiq bo'ladi-da. Qani qo'lingni duoga och. Otam senga chiqib ketayotganingda Toshday qotgan borgan joyingni deganmi? Toshday qotgan, yapishib ketgan. Iloji bo'lsa uyga bormagin. Tushundingmi? Bizga ham yo'q. Tashamaylik ekanda. Bu issiqamchi yangi qilib qo'yadi yaqinda. Mahallani obodonchiligiga qarash. Assalomu alaykum raismi. Indirjit, nima gap? Yomon aslo bo'lyapti raismi.